Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa ko'rib turganlaringizdek, G'ayuvdagi barbekyumizdan xudo xolasa mangalni bo'ldik yine. Xudo xolasa dimoxot qoldi. Shu doğrudan dik üstünden dimoxot ketadi. Ta shiperdan chiqincha karuch bilan chiqadi xudo xolasa. Mangalimizni görünüşini ko'rishingiz mumkin. Figurasini, fasonini. O'rtada turgan erkamiz olib tashladi hali u. Hozir endi qatmayincha olib bo'lmaydi. Ana shu uchun xudo xolasa ko'rib boraverasizlar. Endi bir gün, yarim gün zadeshi o't tutib, zadalini shu svetimizdan karuchimiz qolmadi. Qolmabdi ekan, siz borsak. Bir günmi, 2 gün zadeshga bo'ladi. Xudo xolasa endi boshqa ishlarni qilib turamiz shundan. Do'stlar, tomosha qilib boraverasizlar. Xudo xolasa ishlarimizni ko'rsatib boramiz asta-sekin. Videomizga like'larni bosib, shu Ustam Sharipov kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Instagram ham obuna bo'lib qo'yinglar va YouTube kanalimiz ham obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizani kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa toza ishlarimizni obyektlarni ko'rsatib boramiz do'stlar.